Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga yakshanba 16 avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Har xil ranglardan, mexanika, avtomat, yangi eskilardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariya bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimizda 2021 yilda ishlab chiqarilgan oppoq rangidan boshlayapmiz. Qancha yurdi aka? 79 ming yurgan, metan gazlari bor. Rasxod yo'q mashina? Yo'q. Faqat minish kerak, yaxshi. Eng qizig'i toza deyapsiz. Tekshirib ko'ngliga yoqsa notariusga pulni beraveradi aka. 2021 azizlar. 71 ming yuribdi mashina. Kelib, ko'rib, yurganini, kraskasini ham yo'g'ini bemalol tekshirib olaverasizlar. Har bitta chiqarayotgan mashinamizni. 2021 71 ming yurgan toza. Yumshoq balon, metan gaz, hamma narsasi bor. Nech pul qo'yaylik aka? 7300 ozgina kami bor. Generalni chiqadimi? Yo'q, generalni chiqmaydi. Generalni chiqmaydi, lekin 2021 ligini hisobini olinglar, 7300 dan tushib berilar ekan. Imkon qadar sal bo'lsa ham arzon mashina olib, nominglarga o'tkazib olganinglar har tomonlama yaxshi bo'ladi azizlar. Nomeringiz? 90lik 207 0204 24 soat mobaynida qilishyapti. Bo'l. 2020 dan davom etamiz. Avtomat korobka. 4-pozitsiya ham 4-pozitsiya. 4-pokoleniya metanlari bor. Xo'p. Buni yurgani qancha 20 ni? 106 ming. 106 ming yurgan 2020. Salon holatlarini ko'ringlar. Metanlari bor, pokoleniya. 2020 106 ming yurgan 4-pozitsiya. Kraskasi qayerda? Kapoti betida eshiklariga sepilgan yengil. To'rala eshigi ham. Ikkita eshigi. Ikkita eshikka kapoti betiga ichlariga o'tmagan. Ustitr sepilgan. Yo'q, ustitlariga o'tmagan. Bu. Nech pul qo'yaylik aka? 7,5 kami. 7,5 ming kami bor. Generalni chiqadimi? Chiqaradi. Variantgachi? Choyga o'sayman. 2 choyga chiqaradi. Nomeringiz? 91 603 37 11 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2021 navbatdagi Nexia 3'imiz. Qancha yurgan bu? 161 ming yurgan. Mexanika korobka ekan. 4-pokoleniya propani bilan. Motor ходовой korobka yaxshimi? Zo'r, balonlari yaxshi. 161 ming yurgan. Salon holatlarini ko'ringlar. Shumka bo'lgan ekan. 161 ming yuribdi-ku bu. Nega 140 ming? 161 ming ekan. Kraskasi qayerda buni? Kraskasi. Kraska ikkita detal to'liq, ikkita petno. Kirilo eshik to'liq. Ikkita petno. 2021 161 ming yurgan. 161. Nech pul qo'yaylik aka? 7 mingdan o'tib beraylik. 7 mingdan o'tib beriladi. Hujjatlar nima bo'ladi? Hujjatlar bo'laveradi, xohlagandan. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga bermaysizmi? Variantga 1 oyga nasiyaga beramiz. Ko'pchicha oldindan bir 50% ni bersin. Bo'ldi. Nomeringiz? 90lik 755 0404 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz. 2019 qancha yurdi bu? 172 ming? 172 ming yurgan metanlari bor. Motor ходовой korobka? Hamma huzur. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlarini ko'ringlar azizlar. Mexanika korobka 2019. Kovri bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi. Metan gazlari bor. Qancha yurgan dedingiz? 172 ming yurgan 2019. Kraskasi qayerda? Kraskasi keladi, kapot keladi. Oldi. 3 ta detal. Ustitlari o'zinikimi? Ustitlari o'ziniki, sepilgan. Bo'ldi. Nech pul narxi? 6300 ga 6300 kami bor. Necha o'tib beramiz. Generalni chiqam? Generalni chiqadi. Variantga sotmaysizlarmi? Yo'q.
Barter bor. Barteri bor. Nomeringiz? 90 90lik 207 207 0204 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2019 navbatdagi Nexia 3imiz 2019 70 ming kilometr bosib o'tgan. 70 ming yurgan ekan, propan gazi bor 2019. Motor hadovoy korobkasi? Yaxshi. Endi qayta eslatib ketyapmiz, sababi haligi videoni qaytarib yurmanglar deb. Yetmiş mi yurgan dedingiz ha? 71 ming. Propanlari bor. 71 ming yurgan 2019 kraskasi. Toza. Mexanika toza. Nech pul qo'yaylik narxini aka? 7 ming ko'ramiz. 7 ming dollar kami bormi? Ha, bizim o'tganamiz. Bo'ldi, generalni chiqam. General chiqmaydi. Chiqmaydi. Nomiga o'tkazib olish kerak. Variantga bermaysizmi? Menimcha beraveramiz. Kelishiladi. Faqat Andijonmi yoki boshqa viloyatlarga? Faqat Andijon, Faqat Andijon. keyin 2 oy 3 oy xolos. Bu yetmay qolgan summalari bo'lsa, qisqaroq muddatga kelishib turlar ekan. Nomeringiz? Variant hisobidan emas. Nomer 93lik 93 086 086 86 12 raqamlariga murojaat qilasizlar. Yili balantidan davom etamiz. 2022-yilda ishlab chiqarilgan oqidan mexanika bu. Yurgani qancha? Yurgani qancha aka? 56 ming yurgan. 56 ming yurgan 2022. 4-pokoleniya propanlari bor. Umuman vakuum toshib ekanlar. Ideal holatda. Ichki holatdan ko'ringlar. Sotdimi? Xo'p, propanlari bor. 56 ming yurgan 2022. Kraskasi qayerda? Toza. Toza. Narxi necha pul aka? Narxi buni 7900. 7900 kami bor, ha? Gench ham chiqmaydimi? Faqat oldi sotdi. Nomiga o'tkazib olish kerak. Necha pul ko'rdi aka mashina? Bu 7600 ko'rdi. 7600 dollar ko'rdi, bo'ldi. Qo'shsa berasiz. Nomeringiz? 93lik 93 086 086 86 12 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Necha yili buni aka? 20. 2020 navbatdagi Nexia 3imiz. Qancha yurdi bu? 132 ming yurgan. 132 ming yurgan 2020. 4-pokoleniya propanlari bor. Motor hadovoy korobka. Zo'r. Zo'r. Yomon. Salon holatlari, rul qo'yilgan, chexol taqilgan, deflektor qo'yilgan azizlar. (2020) aka bu. 20. Pokoleniya propan. 132 ming yurgan mexanika. Kraskasi Sapachogida o'zida. xolosmi? Necha pul qo'yaylik narxini? 7 ming kam bor. 7 ming kami bor. Bermaganinglar bo'lmadimi? Bermaganmiz. 6600. 6600 ga berilmadi. Generali chiqadi? Bu yo'q, chiqmaydi. Chiqmaydi. Oldi sotdi. Xo'p, Nasiyaga bermaysizlarmi? Nasiyaga yo'q. Naqd pul. Nomeringiz? 93lik 93 086 086 86 12 raqamlariga murojaat qilasizlar. 2018dan davom etamiz. Mexanika korobka. Qancha yurdi bu aka? 250 ming aka. 250 ming yurgan 2018 Ravon brendi ostida chiqqan Euro variantidan. Metanlari bor. Bor metan. Motor hadovoy korobka. Hech qayerda ishi yo'q aka. Hech qayerda ishi yo'q. Tayyor mashina, switch. Tayyor mashina, salon holatlarini ko'ringlar. Yaxshi. Metanlari bor. Qancha yurgan dedingiz? 250 ming aka. 250 ming yurgan 2018 mexanika. Kraskasi Kraskasi mana necha fitnos bor aka. xolosmi? Necha pul qo'yaylik narxini? Pulini 6,5 dan chicha o'tib beramiz. 6,5 ming ozgina kami bor. deganingizga. Bo'ldi. Hujjatlari nima bo'ladi? Libor hujjat oladi. Xohlagani bo'laveradi. Nasiya yo'q deyapsiz? Yo'q, nasiya. Barter bor. Barteri bor jang mashinalar. Telefon raqamingiz 90 527 0017 0017 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p, navbatdagi Nexia 3imiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyada avtomat korobka. Gaz qo'yilmaganmi?
Gaz qo'yilmagan. 2022. Zavodskoy balon. Qancha yurgan bu? 91 ming yurgan mashina. Ichki holatlarini ko'ringlar. 91 ming yurgan. $91,000 yurgan. Gaz umuman qo'yilmagan. Kraskasi qanaqa? Kapot krilosi kraskasi bor. Kapotda kriloda kraskasi bor. Ustitelari o'zinikimi? O'ziniki. Nech pul qo'yaylik aka? 8400 ozgina. 8400 ozgina kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Generalni chiqqan chiqmadimi? Chiqadi. Chiqaveradi. Naqd pulga sotiladi yoki barter bor. Barter bor. Nomeringiz 77 77 279 279 10 1001 raqamiga murojaat qilasizlar.